Ondan Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Şuna bilib qo'yinglar ki, turmushinglarga kerakli yemek içmek yoki uchanglarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Chunki hayotlik yemek içmekdan, tan, kiyim-kechakdan ko'p azizdir. Qog'larni o'ylanglar. Ular termaydi, yig'maydi. Ularning ambar, iskilotlarimi yo'q. Xudo ularnimi osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qin beradi. Chunki sizlar shu qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikini uzartalaysizlar. Mana shunchalik kichik ishnimi qilolmasanglar, boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati? Yava gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab beqinglar. Ular ishimi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatli tonlarimi bu yava gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar, dalodiki buguni ichilsa, etsi qurib, o'choqqa qolindigan ashu gulgiyalarni ashuncha bezigan Xudo sizlarni texmu kindirmasmi? Shundoq ekan, yemek içmek, kiyim-kechak uchun boshqa tomanglar. Hech nimadan ansirmanglar. Bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izlanadi. Biroq arshdagi otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi. Shuning uchun sizlar Xudoning podshohligi haqida izlaninglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Qo'zlarim, qo'rqmanglar. Sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi, otanglar o'z podshohligidan sizlarning bahramand bo'lishinglarni loyiq ko'rdi. Mol mulkinglarni setib, kambag'allarga sadaqa beringlar. O'zinglarga ufurmaydigan hamyon hozirlanglar. Shunda qilsanglar, o'g'ri olmaydigan, kuy yemaydigan joy erishda g'azini to'plagan bo'lasizlar. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Xuddi belini ching bog'lab, chiroqlarini yondirib, xo'jayinning to'y ziyofatidan qaytib kelishni kutib turgan chaqaloqdek har doim tayyor turinglar. Xo'jayin kelib ishni qoqqanda, chakarlar darhol chiqib ishni ichishi kerak. Xo'jayin qaytib kelganda, chakarlarning uyg'oq va tayyor turganligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, buni ko'rgan xo'jayin chakarlarning xizmatida bo'lib, ularni dasturxonga o'tag'izib, shaxsan o'zi kutib oladi. Hatta xo'jayin yerim kechida yoki saharda kelsin, u chakarlarning uyg'oqligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa, o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi, albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmi har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Ey Rabbim, bu tamsillarni bizga qartib aytdingizmi yoki ko'pchilikka qartibmi? Deb so'radi Petrus.
Hazreti İsa mundaq dedi. Kim ishonchlik va ziyrak chaqar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chaqarlar ustidan ko'zitib, xo'jayinning oziq-tulikini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'yadi. Xo'jayin sabrdan qaytib kelib, chaqirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chaqarning baxti. Bilib qo'yinglarki, xo'jayin uni bütün təvliqatını başqurishqa qo'yadi. Lekin agar bu chaqar ko'nglida xo'jayinim kechib qaytib keladigu deb boshqa ayol chaqarlarga nochilik qilsa va yeb ichib mast bo'lsa, xo'jayin kutilmagan bir kuni o'ylamagan bir vaqtda qaytib kelib, uni urib, shol o'lik qilib, e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi. Xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib tumagan va xo'jayinning deganini qilmagan chaqar qattiq tayoq yeydi. Biroq xo'jayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chaqar yenigrak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilinadiganimi ko'p bo'ladi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yenib ketishini ne qadar orzu qilaman. Men oldi bilan azobliq cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshguncha intoyin qiynalyapman. Sizlar meni dunyoga tinchlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, bo'linish ilib keldim. Buningdan keyin bir oiladagilar bir-birsiga qarshi turadi. U Aysoning egashkisi deb ota o'g'liga, o'g'il otasiga, ana qiziga, qiz onasiga, qaynoni keliniga, kelin qaynonasiga qarshi turadi. Hazreti İsa ko'pchilikka yana mundaq dedi. Sizlar kun petish tarafda bulut ko'rinsa, yomg'ir yog'adi deysizlar. Janub tarafdan shamol chiqsa, havo isiydi deysizlar. Darvaqa shundoq bo'ladi. Ey soxtipazlar, sizlar osmon zaminning rangini tushuntiralaysizlar-yu, hozirning nima vaqt ekanligini tushuntirolmamsizlar. Nimening to'g'ri ekanligiga sizlar o'zinglar nemishqa hukm qilib boqmaysizlar. Agar biri ustinglardan arz qilib, sizlarni sudga elib bormoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldin ola uning bilan yorishib olinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, qarovulga topshirib, zindonga so'ltib etadi. Bilib qo'yinglarki, sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tinini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar.